Assalomu alaykum. Hop, koreys tilini noldan o'rganuvchilar uchun alifbo qo'llanmasi. Shu qo'llanma bo'yicha video darslikni ko'ryapsiz. Demak, boshlasak bo'ladi. Bu birinchi dars. Ya'ni, hop, Sejong Hakdan Hangugo Hangil Peugi. Ya'ni e'tibor qilsangiz, mana bu kitob bor, asl kitob. Ya'ni Sejong tashkilot tomonidan ishlab chiqarilgan alifboni o'rganuvchilar uchun. Shu qo'llanmadan olingan ma'lumotlar bo'yicha alifboni o'rgansak bo'ladi. Endi bu yerda boshlang'ich ma'lumotlar bor, ya'ni koreys tili qanday til. Shu joyni pauza qilib bir marta o'zingiz o'qib olsangiz bo'ladi. Va davomi mana shu joyni ham pauza qilib bir marta o'qib olsangiz bo'ladi. Bu endi boshlang'ich ma'lumotlar, ya'ni tarixiy, nazariy ma'lumotlar. Va bizga kerakli qismi mana shu joydan boshlanadi. Demak, koreys tilida 40 ta harf bor, 40 ta. Shuni 21 tasi ulli, 19 tasi undosh harf hisoblanadi. Ulli undoshni farqiga boramiz albatta. Ulli harflar 3 ta belgi asosida yaratilgan. Mana doira osmon ma'nosidan kelib chiqib, yotiq chiziq yer, tik chiziq odam shaklidan kelib chiqib yaratilgan. Undosh harflar esa odam talaffuz organlarining shakliga qarab yaratilgan. Bu endi kirish qism, ya'ni boshlang'ich nazariy ma'lumot. Kim yaratgan desa, qirol Sejong yaratgan. Qachon desa 1443-yil. Qirol Sejong yaratgan mana. Shu ma'lumotlar esda qolsa bo'ldi. Boshlang'ichiga yetadi. Demak, bizda asosiy ullilar, e'tibor qilamiz, asosiy ullilar. Mana birinchi dars. Demak, ulli harflar 3 ta belgi asosida yaratilgan. Ya'ni osmon, yer, odam. Shu 3 ta belgi 21 ta ulli harf kelib chiqishiga asos bo'lgan. Demak, biz A harfini o'rganamiz. Mana sizda daftarda katak bor. Nima qilasiz? Hop, mana kattalashtirib chizaman. Lekin siz iloji boricha kichikroq yozasiz. Mana hozir to'rtburchak chizganim bu sizning daftaringizdagi katak. Shuni ichiga yozasiz. Hop, mana osmon, odam va bir qo'lni ko'tardi. Bizga nisbatan chap qo'lni ko'tardi, ya'ni hop, ya'ni u chap qo'lni ko'tardi, bizga nisbatan o'ng qo'l bo'ladi. Xuddi shuni katak ichida husnixat qilishingiz kerak. Shuni A deb o'rganasiz. Ya'ni bir qator, ikki qator, uch qator husnixat qilsangiz o'rganasiz. A. Keyingisi shuni teskarisi bo'ladi mana. Yana daftardagi katak, mana osmon, odam endi qo'lini osmonga yopishtirdi mana. U o'zini o'ng qo'lini osmonga yopishtirdi, bizga nisbatan chap ma'nosida keladi. Shuni husnixat qilsangiz siz O deb o'rganasiz. Bu tushuntirish metodi. Sizga g'alati eshitilishi mumkin, lekin bu metod. Keyingisi, buni biz hozir o'rganganimizni tikka O deb o'rganamiz. Mana tikka. Nimaga yana bitta O bor? U yotiq. Ba'zi joylarda o'sha yotiq O'ni O deb o'rgatishadi. Ya'ni u qanaqa? Qarang. Mana bu tikka O bo'lsa, shuni yotqizilgani. Ya'ni osmon, yer o'rtasidan daraxt ekanmiz. Mana yozilishi tushunarlimi? Mana osmon, yer o'rtasidan daraxt. Yoki mana bunaqa yozsangiz bo'ladi. Osmon, daraxt va yer. Shu shaklda. Buni yotiq O deb o'rganasiz. Yana aytaman, ba'zi joylarda O deb o'rgatadi. Lekin O deb o'rganish xato. Keyinchalik so'zlarni, matnlarni xato o'qiydigan bo'lasiz. To'g'ri, sal O harfiga o'xshaydi, lekin aniq O emas. Meni metodim bo'yicha mana bu tikka O, bu yotiq O deb o'rganiladi. Shu yaxshiroq. Men uchun shunday. Keyingisi, shuni teskarisi bo'ladi. Shuni teskarisi bo'ladi. Ya'ni e'tibor qiling. Mana bu osmon, yer o'rtasidan daraxt ekaniga suv quysak, ildiz chiqadi, ya'ni pastga qarab ketadi. Shuni teskarisi, ya'ni osmon, yer, ildiz chiqadi mana. Shu holatda bo'ladi. Yana yozaman mana, osmon, yer o'rtasidan pastga qarab. Biz buni U harfi deb o'rganamiz mana, U. Yozilishi tushunarlimi? Mana bu shriftda qanaqa yozilgan bo'lsa, siz ham katakning ichida xuddi shunday 2 qator, 3 qator husnixat qilsangiz, bemalol o'rgana olasiz. Hop, 4 ta harf o'rgandik-a? Birinchisi A, ikkinchisi tikka O, uchinchisi yotiq O, keyingisi U. Endi davom etamiz. Keyingi harf osmon bilan yer. Mana talaffuzi ruscha. I ruscha talaffuz qilamiz. I. Xuddi shuni mashq qilishingiz kerak. Va keyingisi shuni tikka varianti mana. Osmon bilan odam katak ichida yozilsa, o'zbekcha I bo'ladi. Xuddi shunaqa yozishingiz kerak katak ichida. Mana shunday. I. Katak ichida qancha kichkina yozsangiz, shuncha chiroyli chiqadi. Katta yozmang, katakni to'ldirmang. Iloji boricha kichkina yozing. Keyingisi, hop, e'tibor qilamiz. Bizda mana bu O harfi edi.
unga qo'shdik i harfini. Mana ikkita harf qo'shilyapti. O harfiga i teng, mana daftardagi katak. E'tibor qiling. Mana bu o harfini qaytib yozdim. Mana bu i ni doirasi o harfida bor. Mana bu doira bunda bor. Demak, kaltakchani o'zini qo'shib qo'yaman mana. Bu endi e harfi bo'ladi. Buni biz ochiq e deb o'rganamiz. Mana buni. Ochiq e. Ya'ni ikkita chiziqni orasi ochiq. Ikkita chiziqni orasi ochiq mana. Shuning uchun e ochiq deb o'rganamiz. Keyingisi, xo'p, bizda mana bu a harfi edi, birinchi joyda turibdi. Unga qo'shiladi i teng, daftardagi katak. A harfini yozaman. Mana yozdim. Xo'p, i harfini doirasi bunda bor. Mana bu doira bunda bor. Demak, kaltakchani o'zini qo'shamiz mana. Buni siz e, ya'ni yopiq e deb o'rganasiz. Mana, yopiq e. Yopiq e. Xo'p, bitta takrorlab olamiz. Bular hammasi unli harflar. Xo'p, kattalashtirib ko'rsataman mana. A, tikka o, yopiq o, u. Keyingi I, ya'ni ruscha talaffuz qilinadi. I o'zbekcha talaffuz qilinadi. E ochiq, e yopiq. E ochiq yopiqni tushundik mana. Orasi ochiq, bunda to'sig'i bor mana. Qanaqa ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa yozishingiz kerak. Mana bunaqa bukilganlarni siz tekis yozsangiz bo'ladi mana. Mana shunday holatda yoki mana bunday holatda. Daftarning ichida, daftarga katak ichida qancha ko'p husnixat qilsangiz, shuncha yaxshi. Shuncha yaxshi tez o'rganasiz. Xo'p, endi unli harflar o'rgandik. O'sha unli harflar o'zi yozilsa, doirasi bilan yoziladi. Qarasangiz, hammasida doira turibdi. Demak, o'qiymiz mana. Bitta harf, bitta lug'at ma'nosida ham kelishi mumkin. Deylik i. Tish yoki ikki ma'nosi ham bor. Qo'shimcha bu ma'nosi ham bor. Bu. Yoki o degani 5, ya'ni raqam. 5 raqam. Keyingisi. O i bodring. A i bola. A u uka. Shu 5 ta lug'at yodlanishi kerak. Keyingisi, hop, bizda asosiy undoshlar, ya'ni birinchi darsning davomi. Asosiy undoshlar. Hop, mana undosh harf sizga. Katak ichida xuddi shunday husnixat qilishingiz kerak. Ya'ni pastga o'ngga. Qanaqa yozayotgan bo'lsam, siz ham xuddi shunaqa katak ichida yozishingiz kerak. Bu ne harfi bo'ladi. 2 qator, 3 qator husnixat qilsangiz, ancha yaxshi o'rganasiz. Keyingisi katakni o'zi. Mana bu daftardagi katak bo'lsa ham, buni ustidan yozmaysiz. Ichiga kichkina qilib to'rtburchak qilasiz. Ichiga. Mana o'sha to'rtburchak. Bu me harfi bo'ladi. Me. Katakni ustidan yozmang. Ichiga kichkina qilib to'rtburchak yozasiz. Bu me harfi bo'ladi. Keyingisi mana kalkulyatorda 2 bor, bosma 2. Mana to'g'riga pastga, yana shunday holatda. Buni biz ikkita harf deb o'rganamiz mana. L harfi. Lere. Nimaga ikkita harf? Ushbu qoida. Qarang. L harfi ikkita unli orasida re o'qiladi. Qarang. Mana bu L boshida keldi yoki oxirida keldi. Bunda L o'qiysiz. Qachonki mana shu L'dan oldin unli, keyin unli kelsa, buni re o'qiladi. Mana shu narsa. Buni mohiyatini tushunish uchun lug'at o'qisak yaxshiroq tushunasiz. Demak, qoida tushunarli, ha? Bu ikkita unli orasida kelsagina re o'qiladi. Boshqa holatlarda L. Va bu bosma yozilishi, kompyuterda, klaviaturada, umumiy telefonda yozsangiz ham shunaqa qirrali chiqadi. Buni yozmasi bor mana. Pastda doirasi bo'ladi. Xuddi shunday husnixat qilsangiz bo'ladi. Ya'ni siz o'rgangan 5 raqamini teskarisi. 5 raqamni teskarisi. Mana. E'tibor qilsangiz, mana bu 5, bu teskarisi. Bunisi to'g'ri, bu xato. Tushunarlimi yozish? Shu holatda bo'ladi. Demak, keyingi qismga o'tamiz. Xo'p, bizda unli harflar o'zi yozilsa doirasi bilan yoziladi. Va bu bo'yicha ham biz mana bu yerda 5 ta lug'at o'qidik. Mana 2 ta, mana 3 ta. Hammasida doirasi bor. Endi e'tibor qiling. Lekin undosh harfga unli harf qo'shilganda, unli harfning doirasi yo'qolib, o'rniga undosh harf yoziladi. Yana aytaman. Undosh harfga unli harf qo'shilganda, unli harfning doirasi yo'qolib, o'rniga undosh yoziladi. Endi qarang. Bizda mana bu a harfi edi. Undosh mana bu ne, mana ne, me, le, re. Unga qo'shilyapti a, o, u. Mana shu joygacha bitta ko'rib olamiz. Qarang. Ne harfiga a ni qo'shadigan bo'lsam, doirani o'rniga tushdi mana. Na yoki ma
yoki la. Endi o harfini qo'shamiz mana. No, mo, lo. Tushunyapsizmi? Doirani o'rniga undosh harf yozilyapti. Bu bo'g'in. Bularning tarjimasi yo'q. Bular bir-biriga qo'shilsa so'z paydo bo'ladi. Xo'p, davomi. Mana no, qarang, mana bu yerda doira bor, ya'ni yotiq oni doirasi. O'rniga ne tushdi? Bunisida mana mo, lo. Keyingisi mana u harfi. Nu, mu, lu holatda bo'ladi. Davom etamiz. Hop, mana bu yotiq i, bu tikka i, ya'ni ruscha talaffuz qilinadi, o'zbekcha talaffuz qilinadi. Ochiq e, yopiq e. Qo'shamiz mana. N, m, l. Ni, mi, li. Ne, me, le. Ne, me, le. Hop, yozish tushunarli bo'ldimi? Siz iloji boricha daftardagi katakka kichkina yozavering. Shunda chiroyli chiqadi. Bu gapni ko'p takrorlayman. Va bizda lug'atlar. E'tibor qiling. Ne harfiga a qo'shildi na, me harfiga u qo'shildi mu. Namu daraxt degan. Keyingisi ne harfiga o qo'shildi no, le harfiga e qo'shilyapti. Qarang. O ulli, e ulli. Demak, re o'qiladi. No re. No re. Qo'shiq, musiqa. I harfini o'zi va me ga a qo'shildi. İma, ima, peshona. Yana hop, i mo. Mana i harfini o'zi va me ga o qo'shildi. Imo, ikkita bo'g'in, ya'ni xola. Imo. Na, la yozilgan. A harfi ulli, a harfi ulli. Demak, re o'qiymiz. Na, ra. Ikkita ulli orasida re. Nara davlat. Me ga i qo'shildi. Mi. Le ga o qo'shilyapti-yu, ledan oldin i ulli, ledan keyin o ulli. Demak, ikkita ulli orasida re. Miro, miro labirint. Qo'shimcha opa degan lug'at bor mana. Nu, ne. Yozish ko'ryapsizmi mana? Nega u qo'shildi, nega a qo'shildi. Nuna, opa. Yana bitta o, mo, ni. Qarang, o harfini o'zi me ga o qo'shildi. O, mo, nega i qo'shildi. 3 ta bo'g'in. No, mo, ni. Ona. Omoni, ona. Va oxirgi lug'atimiz u harfini o'zi va le ga i qo'shildi. Qarang. U bitta bo'g'in, ri ikkinchi bo'g'in. Nimaga re? U ulli, i ulli. Uri degani biz, bizning. Bizning. Shu holatda bo'ladi. Bunga yana bitta qo'shimcha qilib qo'yar ekanman. Shunda to'liq bo'ladi. Qarang. Me harfiga tikka oni qo'shdim. Mo, le ga i ni qo'shdim. Ikkita ulli orasida re o'qiladi. Mori, mori. Bosh, bosh. Soch ma'nosida keladi. Bosh, soch. Hop, mana o'qishni tushundik. Boshlang'ich dars shu joygacha bo'ladi. Demak, biz birinchi darsda o'rgandik 8 ta ulli harf. Bitta takrorlab olamiz. Hop, mana. A, o. Yotiq o, u, i, i, ochiq e, yopiq e. 8 ta ulli. Va bu bo'yicha 5 ta lug'at. Takrorlab olamiz. Hop, i, tish 2, o 5, o i bodring, a i bola, a u uka. 3 ta undosh o'rgandik. Ne harfi, me harfi, le re harfi. Le re ni qoidasi le harfi ikkita ulli orasida kelsa re o'qiladi. Va bo'g'in yasalishi mana. Undoshga ulli qo'shilsa doirani o'rniga tushadi. Mana sizga jadval. Shu bo'yicha lug'atlar o'qidik. Bitta takrorlab olamiz. Hop, demak, namu daraxt, nore qo'shiq, ima peshona, imo xola, nara davlat, miro labirint. Qo'shimcha lug'atlar: mori bosh soch, nuna opa, omoni ona, uri bizning. Va birinchi darsimiz shu joygacha bo'ladi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Salomat bo'ling.